qanaqa oilaligini ayt, o'sha gapingga javob ber. Sen gapingga javob ber. Javob beraman. Qanaqa oila ekanmiz? Aytib Qanaqa oila ekanmiz? Kimga aytaman? Ukam urmasa, basha qilmasa, sen quturma sen. Qaymi? Ovqatingni olib kelyapti. Kechqurun shashlik deysan, shashligingni olib kelyapti. Yeyapsan, somsachangni yeyapsan, boshqangni yeyapsan. Qaymi? Yashirin chal biza yeganimiz yo'q, qaymi? Qayningni hurmatini qilib joy qo'yding joyiga, qaymi? Sen jalabsan, unday deb. Qani javob ber o'shanga, jalab deganing uchun. Bor, eshitdingmi? Yaxshi xotin bo'lsang, bolangga qara. Kuniga ko'chaga chiqasan, ketasan, bizni xotin qarab qoladi, bechara. Nima uchun o'ziga o'zi qiladi? Qarash senga asfaymi? Sen tug'dingmi? Sen bolangmi? Qara ayla bolangga. Yo'q, chog'da siz erkaksiz. Bolaga qara. Bolam emasman, otamga izdaman. Bilganim yo'q. Na, tug'dingmi? Qara. Qaymi? Kelib qo'shilganim yo'q. Qaymi? Men qo'shilganim yo'q, qarang. Qani qayindan jalab ayt endi. Qani isbotlab berasan. Mana o'ziga maykasini yeb. Qani jalab deganingda isbotla ayamni ham. Mana yerimda. Qaynoq qulog'imdan tishladi. To'xtang, Ne bo'ldi? gapiring. Chaqiraman. Iltimos aka. Sariq turing. To'xtangda, biza ko'chaga Hamma videoni qo'yib beraman. kelinim ikimiz Bir boshdan. Dilbar aytdi, ertaga dedi, unda men xatirchiga boraman deb, plastingizni bir tekshirtiring dedi. Men qizimniki noto'g'ri chiqyapti. Men borda shuni qilgandan keyin xo'p dedi. Ko'chaga chiqdik biz bu ikimiz. Tekshirtiring yanga dedi. Magazinchi o'zi Sen gapirma, sen qo'shil ekanmi? Sen jim turib tur, gapirsin. Bo'lmadi, chiqmadi. Maykasiga tegilgan. Keyin bo'lsa 2 marta ko'rdik, Urganim yo'q. uyga uni qildikda, keyin uyga kirmoqchi bo'ldik, emetim to'xtadi dedik. Mana yangi magazin ochilgan bir qayiqa, olim qizim dedim. Bo'shadi. Mana o'tiribdi, magazinchiga qo'liga berib, o'zi aynalib yuribdi. Aynab yurganim yo'q. O chaqirma shu kishini. Yuribdi. Yangi qurgan edi, yangi magazin ochilgan. Magazinchini ham chaqiraman. Chaqirgan aylanib. Chaqiraman. Aynalib yurgan bo'lsa, Magazinda Qaysi magazin? to'xta, magazinga ayolimiz bordik. Otini nima edi? Mojaro qilib ketdi bu. Sizlar men ketib qo'ylasizlar deb bu shundan beri mojaro qilyapti. Men aytdim, sizni qarzingizni berdimmi singil dedim. Aytdi, ha dedi, o'zaro to'layapti, opa dedi. Shunda menga aytdi, sizdan keliningiz nima dedi? Ha dedim. Shu dedi, nima uchun dedi? Men dedi, ko'p narsa akisi opa dedi, menga dedi, qarzni bermayapti, pulini dedi. Xo'p, beradi singil dedim. Ha dedim. U ana bo'ldi. Keyin biz ikkimiz qaytdik boya. Shu magazindan qaytib uyga kelganimizda aytadi, "Sen men ko'tim poylab bordim" dedi. Nima uchun magazinchidan dedi? Menga dedi, "Nima uchun qarzimni so'rading? Sen meni shundan beri mojaro qilib kichkina bollarni uryapti-da, qizini ham bollarni. Uyga kirgizyapti. Qaysi sutingizni qo'yingda yuring xonaga. Yuring. Barachasi qayda? Bolaga ham qaramaydi, boshqa qilmaydi. Bizni xotin qaraydi. Hamisha. Qo'lakka sut berasiz. Sut beramiz. Kattasi-chi? Kattasi non yeydi, ovqat. Kattasiga ham qaraydi hamisha. Yuringizmi?